Assalomu alaykum deymiz studiyamizga yig'ilgan qadrli mehmonlarimizga, bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga sog'-omonmisiz? Assalomu alaykum. Yana bir fayzli kechani Toshkent telekanali dasturlari bilan qarshi olishga shaylanganlar. Efirda Siz nima deysiz dasturi. Bugungi mavzuyimiz allergiya asr kasalligimi deb nomlangan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozir yer yuzi aholisining 35-40% allergiyadan aziyat chekmoqda ekan. Har 3 kishidan biri allergik rinit, har 10-chi odam bronxial astmaga chalingan ekan. Eng yomoni vaziyat kelgusida yanada yomonlashishi mumkin. Jumladan, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti prognoziga tayansak, yaqin yillarda dunyo aholisining teng yarmi allergik kasalliklar bilan kurashishga to'g'ri keladi. Sevara opa va boshqalar savollaringiz bo'lsa, Barchinoy opa. Mana yoshlikdan, bolalikdan shu allergik kasalliklarga chalinmaslik uchun shu yoshlikdan nima qilish kerak? Qanaqa qilib uni oldini olish kerak? O'sha allergik kasallikka chalinmaslik. Men o'ylaymanki, hamma narsani boshidan boshlagan yaxshiroq bo'ladi-da. Avvalambor allergiyani oldini olish homiladorlik davridan boshlanadi. Ya'ni masalan, biz hozir mana yuqorida aytib o'tdilar, atopik marsh degan tushuncha bor allergiyada. Allergiyani ilk ko'rinishda chaqaloq bolalarda diatez ko'rinishida boshlanadi. Shunday holatlarga kelmasligi uchun, demak, o'sha xavfli guruhga kiruvchi, ya'ni o'sha naslda moyillik bo'lgan ayollarimiz albatta homiladorlik vaqtidayoq buni oldini olishlari kerak. Ya'ni demak 5 xil obligat allergiyalarimiz deymiz, ayniqsa eng kuchli allergiya beradigan oziq-ovqat mahsulotlarimiz, bularga sut, tuxum, demak bularga dukkakliklar, sitrus mahsulotlari, asal, baliq kabi mahsulotlar kiradi. Shunday mahsulotlardan iloji boricha tiyilishi kerak. Ikkinchidan, antibakterial dori vositalarini asossiz ravishda homiladorlik davrida olishni tavsiya qilmaymiz, chunki antibakterial dori vositalari ham homilani sensibilizatsiyasiga olib kelishi mumkin va natijada bola allergiya bilan tug'ilishi mumkin. Men kutubxona markazi rahbariman o'zim. Mana kutubxonalarda hamma biladi, chang bo'ladi kitoblarni changi. Endi bir paytlar haligi aytilganda sut qatiq berilardi o'sha changda ishlagan nimalar uchun. O'shani men so'ramoqchi bo'layotganim, shu sut qatiq berilishi o'sha changdan yo bo'lmasa o'sha haligi allergiyadan saqlab qoladigan xususiyatlari bormi? Himoyalab turadimi? O'sha to'g'ri bo'lganmi? O'sha sut qatiq doimiy ravishda iste'mol qilib turilishi shu sohada ishlaydiganlar, changda ishlaydiganlar uchun. Sut qatiq masalasi albatta bir tarafdan qat'iy to'g'ri berilgan. Sababi qatiq tarkibida foydali bakteriyalar bor. Ya'ni inson organizmida ichaklarda o'zining foydali bakteriyasi bor. Har bir organizm o'ziniki. Qatiq ichish orqali shu bakteriyalarni biz birinchidan oziqlantiramiz, ularni holatini yaxshilaymiz. Bu nima uchun kerak? Biz aytdik boshda, allergiya bu immun tizimining o'zgargan javob reaksiyasi. Immun tizimi bizda 80% ichaklarda paydo bo'ladi. Demak, bu mahsulotlarni o'z vaqtida to'g'ri foydalanish, ichak holatining yaxshilanishi immun tizimining mustahkamlanishiga va allergik jarayonlarning kamayishiga sabab bo'ladi. Allergiya